Reels joylashdan oldin mana bu 3 ta nastroykini to'g'rilab oling. O'shandan keyin Reelslaringiz rekka chiqish imkoniyati ko'payadi. Lekin avval bu videoni saqlab qo'ying. Bo'lmasa esingizdan chiqadi. Reelsni yuklayotganda lokatsiyani yoqing. Shunda videoyingiz virus bo'lish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Keyin pastga tushing, еще bo'limiga kiring va avtomatik subtitrlarni yoqing. Yuqoriroqqa ko'tarilib, загружать в высоком качестве opsiyasini yoqing. Shunda videoyingiz Ultra HD formatda bo'ladi. Ko'pchilikda bu funksiya o'chirilgan. Shuning uchun uni albatta yoqing. Bundan tashqari videoyingiz izohida uning mohiyatini tushuntiring. Shunda Reels kerakli auditoriyaga ko'rinadi. Bu videoni saqlab qo'yishni unutmang. Qachondir kerak bo'lib qoladi. Agar siz bu rasmdan shunday video tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bu sun'iy intellektdan foydalaning. Agar siz jonsiz rasmni jonlantirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi sun'iy intellektdan foydalaning. Agar rasmdan shunaqa kreativ video tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bu sun'iy intellektdan foydalaning. Eski rasmni jonlantirib, haqiqiy живой rasm qilmoqchi bo'lsangiz, bu sun'iy intellektdan foydalaning. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Surxondaryoda bu kamga shartli jinnisi. Mana shu 5 ta yong'oqni qo'llari bilan mushtim, urib sindirishlari kerak. Toming ketib qoldimi? Kecha piyoz yedirding. Endi qo'lim og'riydi-ku bu. Bajarmaysizmi? Bittasini uring. Bajarmaysizmi? Bittasini uring. 5 ta. Bo'p, qo'y. Davay. Mana shu suvi singuncha uradilar. Abdurahmon Mufid. Fight okay. Xohlasangiz yutqizdimmi? O'n qoldirib ko'ring. Oy! Sindi. Lekin sindi aka. Ay! Uchta bor hali. Birinchisi qatizga deydi, okay? Payiga deydimi? Hozir boru, shunda qudar urayapman, bilasan nima? Baba chaqtirasan-da. Undan ko'ra orib qo'ya qolsan, ha? Xohlasangiz peshanada bitta. Bitta peshini deb bo'ldi, shu bilan tugatamiz. Davay. Ko'ring rostda. Qilolmasamchi. Qilolmasangiz